Monster drabelkalarimizni eng kichkinasi 3 kilovatdan boshlanadi. Bu 220 ga ishlaydi faqat. Keyin 7,5 kilovatligi bor. 7,5 dan keyin 11 kilovatlik, 15 kilovatlik va nihoyat 18,5 kilovatlik. Bularni qaysidan kerak bo'lsa, o'shanisidan dastavka 12 ta voltga dastavkasi ichida narxlarini hammasini aytib o'tamiz hozir. Mana bitta yig'ilgan varianti, mana bu. Tak, bu hozir 15 kilovatlik yig'ilgan varianti bu. Mana motorlari qo'yilgan va eng kichkinasidan bitta yig'ilgan varianti bu. 220 ga ishlaydigani bu. Mana ko'ryapsizlar. Bularni mana joylashishi, mana bu motorlarni tortib joyiga qo'yishlari juda oson qilib chiqarilgan va baquvvat qilib qo'yilgan. Ramalar hammasi baquvvat qo'yilgan. Mana 3 ta remen bilan harakatlanadi bu. Motorlarimiz ham Bauer kompaniyasining toza mis motorlar bilan jihozlangan hammasi. Sitkalar qo'shib beriladigan ikkitadan sitkasi bor. Ichida bitta sitka va o'ziga qo'shib beriladigan bitta sitkasi bor. Bularning narxlariga keladigan bo'lsak, mana Makka o'tkazyapmiz. Mana Makka. Mana bu buğday.